Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Sizlar uchun mini gruzavik tayyorlab qo'yganman. Hech qanday foizlarsiz va hech qanday peniyalarsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda marhamat ko'ring. Demak, Jag kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Jag G3 modeli hisoblanadi. Bu mini gruzavik ko'pchilik biladi. Bunda 1.8 motor o'rnatilgan, Euro 6 standartlariga 100% javob beradigan, ya'ni Yaponiyaning Toyota kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan motor benzinli hisoblanadi. 100 kilometrga 8-8,5 litr benzin sarflaydi, ya'ni benzinda harakatlanadi. Bundan tashqari bemalol bu motorga metan hamda propan o'rnatsangiz ham bo'laveradi. Mini gruzavik bartovoy hisoblanadi. Bortining uzunligi 3,70 cm tashkil etadi. Eni 1,81 cm va balandligi 38 cm ga teng. Orqa qo'sh ballonli hisoblanadi. Ballonlarning radiusiga keladigan bo'lsak, 15 radiusli ballonlar. Orqada 5 tali resor, oldida esa 4 tali resor bilan jihozlangan. Siz bemalol 3,5-4 tonna yukni solsangiz bo'ladi, ya'ni olib borishga qodir. Salon qismi esa barcha qulayliklariga ega, elektrousilitilli rul, konditsioner, pechka barchasi mujassam. Hammasi elektronika hisoblanadi, juda ham ajoyib. Endi $25,000 hozirgi kunda tursa bu mini gruzavik, siz 50% ni to'lab, qolgan qismini esa 12 oyga hech qanday foizlarsiz bo'lib to'lash varianti bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta pastdagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi.